bepulga led lampochkani hurmatli biz go'zal ko'ruvchilar, mana shunaqa lampochka led lampalarni olsangiz mana shu holatda chiqadi, sborka holatda chiqadi. Buni terish uchun bir dona figurni yoki bir dona kichkina atverkacha kerak bo'ladi. Bu bo'shatiladi joyidan va mana shu holatga qo'yib qatiriladi. 70-80% qatirib turasiz vaqtinchalik. Keyin bano mana teshigi bor tomon, ya'ni mashinkani stoygasiga tushadigan tomon. Qatiryapmiz mana shu holatda qatirib olishingiz kerak mana. Endi mana bu tomonini mana shu ko'k narsani tepa tomonidan shundoq kirgizasiz mana. Kirgizyapmiz. Bir tomonini solyapmiz, ikkinchi tomonini ezib turib bitta solsangiz tushadi joyiga. Mana tushdi. Mana istayinda qoldi, tushdi. Qatirib olasiz joyiga. Uchini mana qatirib oldingiz. Endi bu yerda simdi. Ya'ni simni bu oralariga katta turgan orasiga yosasangiz, kichkina joyiga tushib qolaveradi mana. Mana tushdi. Endi lampochkani mana shunaqa suv quyadigan joyi bor. Suv quyadigan tomoni mana shu kabel tomoniga, mana shu tomonga to'g'rilab o'rnatasiz. Mana shu tilchalariga mana to'rtta tilchasi bor. To'g'ri mana shunaqa tilchasiga moslab qo'yasiz. Bir tomonni kirgizib olasiz mana. To'g'ri ham kirgizib turib, ikkinchi tomoni o'zi esga tushib qolaveradi. Tushdi, ikkinchi tushdi, uchinchi tushdi, mana to'rtinchi tushdi. Endi kabelni suqamiz joyiga mana. Mana joyiga o'rnadi mana. Mana shu holatda o'rnaydi. Xo'p, endi atverkamizni olamiz. Bu mana shu holatda o'rnadi mana. Bag'ini endi stoyka bobinaga o'rnatib olasiz. Mana shu holatda mana. Stoyka bobinangizda bunaqa qora narsasi chiqadi, buni olib tashlaysiz. O'rniga shuni qo'yib qo'yasiz. Qarabsizki, tayyor mana led lampa. Mana. Hozir bir yo'li qo'yib ko'rsatib beraman. Shuni ham yorishlari mumkin. Mana. Mashinamizda mana shunaqa qora narsa olib tashlab, xuddi shu joyga olib kelib mana shunaqa qilib ozroq joy qoldirib ketadi ayrim ustalar. Bu xatoda, bu mashina paytlarda qiyinchilik tug'diradi. Buni 4 sm kamida pastga qo'yish kerak. 5 sm pastga tushirsa chiroyli chiqadi. Mana. Mana o'rnashi. Mana ko'rishlar mumkin. Stoykani o'rniga tushdi. Buni mana gradusini oralig'ini mana o'zingizni bo'yingizga moslab qo'yaverasiz. Bag'ini ham shu. Xolasiz past, xolasiz baland qilishingiz mumkin. Mana bu yerdan bo'shatsangiz, pasayishi ham mumkin bu mana. Mana. Pasayib ketaveradi mana. Lekin u xunuk bo'ladi. Balandroq bo'lsa, bir yo'li yorug'lik atrofga ham tarqaydi. Ya'niki siz overload mashinangiz ham bo'lishi mumkin, overloadingiz ham, to'g'richokingiz ham bir yo'li yorug'ligi ko'pgina uzoq joyga yetadi mana. Mana. Endi ko'rishlari mumkin. Stoykaga o'rnadi. Telefonni qo'limizga oldik endi. Mana shu holatda o'rnaydi. Maza qilib ishlatasiz-da, shuni yoqasiz, o'chirasiz. Chiroyli bo'lib turadi. Kimgadir shunaqa yaxshi ishonchli led lampalar zarur bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar yoki ishonchli tikuv mashinkalar zarur bo'lsa ham o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz bor. Bu lampamizning narxi
atagi 100 ming so'm. 100 ming so'm xolos bu led lampani narxi. Ko'zingizni nurini o'zingiz ehtiyot qilmasangiz, sizni ko'zingizni nuri menga yoki amakisiga yoki qizingizga, o'g'lingizga zarar emasda. O'zingiz ehtiyot qilmasangiz, sizni biri ehtiyot qilmaydi. Ertaga ko'zingizning nuri xiralashib ketsa, hech kim ko'zini nuridan siz uchun berib turmaydi. Bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Bepulga mana led lampochkani qanday o'rnatishni sizlarga ko'rsatib qo'ydim. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Kimgadir zarur bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib buyurtma qilishingiz mumkin.